Odamlar dunyoga tug'ilib bir xil keladi. Ammo undan chiqib ketishligi bir ikkisidan farqlanadi. Mo'min bilan fojirni, mo'min bilan kofirning dunyodan chiqishligi. Tanadan ruhni chiqib ketishligi, o'limni mo'min ham tan oladi, kofir ham tan oladi. Bu ayni haqiqat. Ammo ularning mana shu dunyodan chiqib ketishligi hargiz bir bo'lmaydi, hargiz ikkalasi barobar bo'lmaydi. Oxirgi lahzalar. Mana shu holatda, ixtizor holatda yurgan odamni holatini bir tasavvur qilib kelaylik. Inson ruhi tanasidan ajrashligiga yaqin bo'lgan paytda ko'zi malaikalarni ko'radi. Mo'min ham ko'radi, kofir ham ko'radi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu haqida sahih hadislarda siz bilan bizga xabarlarni berganlar. Mo'min odam oxirgi lahzalari kelgan paytda ko'zi yetadiganchalik joyda o'zini xaridori bo'lgan jannatdan chiqqan malaikalarni ko'radi. Ularning qo'lida jannatdan bo'lgan kafanliklar, jannatdan bo'lgan xushbo'ylar. Endi buni muqobilida fojir yoki kofir insonni ko'ring. U ham ko'zi yetadiganchalik joyda xaridorlarni ko'radi. Do'zaxdan chiqqan farishtalar, do'zaxdan olingan kafanliklar. Mo'min odam o'zini xaridorlarini, o'zini olib ketishlik uchun ruhini, farishtalarni ko'rgan paytda u uchun dunyodagi eng shirin narsa o'lim bo'lib qoladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilar: "Man ahabba liqa'allohi ahabballohu liqa'ahu." Kim Allohga yo'liqishni istasa, Alloh unga yo'liqishni yaxshi ko'radi. Kim Allohga yo'liqishni xohlamasa, yomon ko'rsa, Alloh ham unga ro'baro bo'lishini yomon ko'radi. Mo'min xaridorlarni ko'rganidan keyin tezroq o'lishlikni xohlab qoladi. Tezroq Allohga yo'liqishni xohlab qoladi. Binobarin Alloh taolo ham uni ko'rishni, unga yo'liqishni yaxshi ko'radi. Ya ayyatuhan nafsul mutmainna, irji'i ila robbiki radiyatan mardiyya. Mo'min odam dunyoda chiqib ketar ekan, unga nido qilinadi. Ey xotirjam, sokin jon, sen Alloh ato etgan ne'matlardan rozi bo'lgan va Alloh taolo tomonidan sening amallaringdan rozi bo'lingan holda Parvardigoring huzuriga qayt. Bu bashoratni eshitgandan keyin o'limdan yaxshi narsa qolmaydi, birodarlar, mo'min uchun. Kofirni ruhi tanasidan chiqmasdan turib, hali o'lmay turib, Alloh taolo aytadi: "Walau tara id yatawaffal ladina kafarul malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum." Kofir o'lmadi hali. Hali tanasidan ruh ajrab ketgani yo'q. Endi Alloh taolo uni holatini bayon qiladi siz bilan bizga. Agar farishtalar kofir kimsalarning yuz va ketlariga urib, jonlarini olayotgan va do'zax azobini totingiz, bunga sabab o'zlaringiz qilgan amallaringiz deyotganini ko'rsangiz, ularga mana shu bashorat beriladi. Qo'sh tirnoq ichidagi. Tabiiy bu kofir o'lishini xohlamaydi. Mo'min uni ruhi tanasidan ajrab chiqishligi qanday bo'ladi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam buni ajib suratda sifatlab berganlar. Hammamiz idishdan piyolaga suv quyamiz. Quyamizda suvni to'xtatib shunday tumshug'ini ko'targanimizda bir tomchi shunday ajrab ketadi. Kim sezadi shu suvni ajraganini idishini uchidan? Sharrat oqizib turib, shunday to'xtatganingizda oxirida bitta ikkita tomchi shunday ajraydi. Sezadimi qo'lingiz? Ko'zingiz ko'rmasa qo'lingiz sezmaydi. Mo'minning tanasidan ruhini ajrashligi mana shunday bir yengil suratda bo'ladi. Alloh mana shunday bir kunni bizga nasib qilsin hammamizga. Endi ikkinchi toifa, kofirlarning ruhi qanday ajraydi tanasidan? Po'stakda tasavvur qiling, qo'ydi po'stagini. Suvni sepib ho'l qiling. Qo'lingizda temirdan bo'lgan tikonni po'stakka botirib aylantiringda, so'ngra sug'uring. Kofirni tanasidan ruhini ajrashligi mana shunday bo'ladi. Birodarlar, bu ikkisi hargiz teng bo'lmaydi. Ha, mo'min ham, kofir ham dunyoga kelganda bir xil tug'ilgan, bir xil yig'lagan, ammo ketishligi hargiz bir bo'lmaydi. Mo'minning ruhi tanasidan ajrab chiqar ekan, undan ana shu ruhidan yer yuzida bor xushbo'y atirlarning eng afzalidan ko'ra shirinroq hid chiqadi. Hatto farishtalar yer tarafidan pokiza ruhning hidi kelyapti deb turadi osmonda. Osmondagilar his qiladi bu hidni. Endi kofirning ruhi tanasidan ajraganda esa yer yuzida mavjud bo'lgan eng badbo'y hidni isi keladi. Farishtalar buni ham his qiladi. Yer tomondan badbo'y ruhning hidi kelyapti deydi. Birodarlar, hidi ham bir xil bo'lmaydi. Garchi dunyoda bir xil yeb, bir xil ichib, bir xil kiyib, bir xil huzurlanib yashagan bo'lsa ham,
lekin dunyodan chiqishligi hargiz teng bo'lmaydi. Ikkalasi ham, mu'min ham kofir ham dunyodan chiqib ketar ekan, maloikalarni ko'radi. Lekin birini xaridori undek, birini xaridori bunday bo'ladi. Bu ikkisi barobar bo'ladimi? Birodalar, albatta keladi shu kun oldimizda. Aniq keladi. Modomiki dunyoga kelganimiz haqiqat bo'lsa, undan ketishligimiz ham ayni shunday haqiqat bo'ladi, birodarlar. Alloh taolo bizning xaridorlarimizni jannat farishtalaridan bo'lishini nasib etgan bo'lsin. Kafanlar. Mo'min odamning ruhi ajrab chiqar ekan tanasidan, bu xaridorlari Azroil alayhisalomning qo'lida bir lahza ham qo'ymaydi, ana shu jannatdan olib kelingan kafanlilar bilan kafanlaydi. Kofirning tanasidan ruhi chiqar ekan, uni xaridorlari ham bir lahza qoldirmaydi Azroil alayhisalomning qo'lida. Jahannamdan olingan kafanlar bilan kafanlaydi. Mana endi hamma narsa endi boshlandi. Mana haqiqat endi bo'ldi. Ko'zi endi ochildi. Qachon ochildi? Ko'zi yumilgandan keyin ochildi. Maloikalar ikkalasining ruhini olib osmonga ko'tariladi. Mo'minning ruhini ko'tarib osmonga ko'tarilar ekan, osmon farishtalari yer tomondan xushbo'y, pokiza ruhini hidi kelyapti. Voy biz tomondan qo'lma-qo'l qilib osmon eshigiga olib borishadi. Biz ham tegib qolaylik deydi. Birinchi osmon eshigiga kelganida samo eshigini farishtalari, qo'riqchilari so'raydi, kim bu? Shunda eng chiroyli ismlari bilan, sifatlari bilan chaqiriladi. Bu falonchining o'g'li falonchi, taqvodor, solih, namozxon, ro'zador, qori, xayr ihson qiladigan, Allohning baytini ziyorat qilgan. Unga osmon eshiklari ochiladi. Shunday qilib 7 qavat osmondan o'tadi. 7-osmonga chiqqanda Alloh taolo amr qiladi. Bu bandamning ruhini illiyinga yozib qo'yinglar. Jannatiylarning qatoriga ism yozib qo'yiladi. So'ngra ruhi yana bir chiroyli bir ma'lum suratda uni qabriga olib tushib qo'yiladi. Endi buni muqobilida kofirning ruhi osmonga ko'tarilib ketar ekan, farishtalar yer tomondan badbo'y hid kelyapti deydi. Va birinchi osmon eshigini oldiga olib kelganida kim bu deb so'raydi farishtalar. Falonchi kofir, falonchi fosiq, falonchi munofiq, falonchi zolim, falonchi haromxo'r. Qanaqa yomon sifatlar bo'lsa shu sifatlar bilan aytilinadi. Ular uchun osmon eshigi ochilmaydi. Astagfirullah. La tufattahu lahum abwabus sama va la yadkhuluna al-jannata hatta yalijal jamalu fi sambil khiyat. Ignani ko'tidan tuyani o'tishini tasavvur qila olasizmi? Tasavvur qila olmaysiz. O'tadimi? O'tmaydi. Demak, bular ham jannatga kirmaydi. Bu kimsalar uchun hargiz samo eshiklari ochilmas. Robbimiz aytayapti buni. Va toki tuya igini teshigidan o'tmas ekan, ular ham jannatga kira olmaslar. Hech qachon kirmaydi. Kofir ham mo'min ham yegan dunyoda. Kofir ham mo'min ham uxlagan. Kofir ham mo'min ham yaxshi yomon kunni ko'rgan. Kofir ham mo'min ham bir xil dunyoga kelgan. Chiqishligi bir xil bo'ladimi dunyodan? Bir kun keladi birodarlar, peshonamizda turib tushgun. Kimga ertaroq, kimga keyinroq. Ruhni tanaga qaytarilishi. Ruh mo'min kishini ruhi 7-osmonga yetdi, 50-yinga yozildi, so'ngra tanasiga qaytariladi. Qabrga qo'yiladi va jasad ruhga qo'shilib ne'matlanish, huzurlanishlik boshlanadi. Kofirni ruhi esa ana shu birinchi osmonni eshigi oldidan qabriga uloqtiriladi, irg'itib yuboriladi ruhi. Mana endi uni ham tanasi ruhi bilan qo'shildi, endi bunga azob boshlandi. Ikkinchi hayotning muqaddimasi birodarlar. Asosiy abadiy hayotimizning muqaddimasi. Va man yushrik billahi fa ka'annama kharra minas samaa fatakhtafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq. Alloh taolo uni ruhini nima dedi? Kim Allohga shirk keltirsa, bas u osmondan qulagan uni biron vahshiy qush o'lja qilib olib ketgan yoki qattiq shamol yiroq joylarga uchirib ketgan kabidir. Uni holati qadayu, boyagi mo'minning holati qo'lma-qo'l bo'lib, yana qabrga tushishligi qada. Hali oxirat azobi yoki ne'mati boshlanmasdan turib, kofirning musibatini ko'ring. Uloqtirilyapti. O'zi xor bo'lganini, dunyoda adashib kofir bo'lib yashaganligi, xato ekanligini tushundi. Hali tanasidan ruh ajramay turib, xaridorlarni ko'rganda, aqli ishladi, ko'zi ochildi, endi buni foydasi yo'q. Endi buni foydasi yo'q. Biri namoz o'qidi, ikkinchisi o'qimadi. Biri roza tutdi, ikkinchisi tutmadi. Biri ota-onasining duosini oldi, ikkinchisi oq bo'ldi. Biri o'zini pokiza saqlandi uylanib, ikkinchisi zinoni o'tkazdi har kuni.
Zino bilan kunini o'tkazdi va bu bilan faxrlandi. Dunyoda bir xil yashagandir ehtimol, lekin dunyodan chiqishi hargiz bir xil bo'lmaydi. Kafanlash. Ruhi chiqdi, farishtalar olib chiqib tushdi, ungacha yer yuzida bo'ladigan ish. Itoatkor mo'minda ham, fosiqda ham, munofiqda ham birodarlar kafanlashadi. Bir xil kafanlashadi. Yuvishadi, bir xil yuvishadi. Yelkalari ko'tarib olib borib janoza o'qishadi. Bir xil. Ko'tarib qabrga olib borib ko'mishadi. Qabri ham bir xil bo'ladi. Ammo qabrda ichi bir xil bo'ladimi? Hargiz bir bo'lmaydi birodarlar. Bu ikkisi barobar bo'ladimi? Ikkalasini ko'tarib ketishyapti. Mo'min aytadi: "Tezroq boringlar. Tezroq boringlar, tezroq borib joyimga qo'yinglar." Kofir aytadi: "Voy unga voy bo'lsin, qayoqqa olib ketyapsizlar uni? Olib bormanglar uyaga" deydi. Lekin ko'tarib ketayotganlarga uni ham so'zi baribir, buni ham so'zi baribir. Ular uni bilmaydi. Ular uni eshitmaydi. Biri shoshiltiradi, biri orqaga suradi, lekin unisini ham, bunisini ham aytgani bo'lmaydi birodarlar. Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah, afanash'alul muslimina kal mujrimin, ma lakum kayfa tahkumun?" Axir biz musulmonlarni jinoyatchi kofir kimsalarga barobar qilaveramizmi? Ya'ni ikkalasi teng bo'ladimi deyapti Alloh taolo. Ey mushriklar, sizlarga nima bo'ldi? Qanday hukm chiqarmoqdasizlar? Namozni o'qigan ham o'qimagan ham bir xil yuraveradi dunyoda. Roza tutgan tutmagan bir xil nafas olib yuraveradi. Endi-chi? Endi ham bir xil ularning ahvoli. Keyin ikkisi ham qabrga qo'yiladi. Endi nima boshlanadi bu yerda? Abadiy hayotning muqaddimasi. Mana bu yerda ularning holati barobar bo'lmaydi. Ikkalasi qabrga qo'yiladi. Ustidan tuproq tortiladi. Dafn qilinadi. Eng ajib narsa shuki, qabrda yotgan mayyit uni ruhi tanasiga qaytarib kirgizilgandan keyin ustiga tuproq tashlayotganini eshitib yotadi. Birodarlar, bir fikr qilib ko'ringlar-da. Yotibsiz qabrda, zimiston, hech kim sizni eshitmaydi, qimirlolmaysiz, tuproqni ustiga shop tashlayapti. Bir kun turibdi oldimizda. Bu chiroyli jasadlarimiz chiriydi. Bu dunyolarimiz qolib ketadi. Bu yaxshi ko'rgan ayollarimiz, farzandlarimiz Qur'onda qo'yib ketaveradi. Yakkama-yakka qolamiz Robbimizning maloikalari bilan. Tanish bilishi yo'q. Telefon yo'q. Dunyoda har qanday muammoingizni bitta qo'ng'iroq bilan hal qilib qo'yadigan akaxonlar, ukaxonlar yo'q. Bir kun turibdi, birodar, shu kun turibdi, bir kun keladi boshimizga. Shu kunga tayyorgarlik ko'raylik. Biroz oldin tirik edi bu. Odamlar bilan gaplashyapti, unga gapirishyapti. Biroz oldin tirik edi u. Dunyoda edi, yer ustida edi. Mana endi yer ostida. Tuproqda ostida yolg'iz o'zi. Usmon ibn Affon roziyallohu anhuga jannat, do'zax haqida gapirsa, ko'p ham yig'lamas edi, ammo qabr haqida, o'lim haqida gapirsa, qattiq yig'lar edi. Sababini so'rashganida aytardiki: "Ey birodarlar, qabr oxirat manzilining birinchi bekati. Agar unda ish yengil bo'lsa, undan keyingi narsa undan ham oson bo'ladi" der edi. Alloh taolo yengil qilsin ishimizni, birodarlar. Qabrda ruhi tanasiga kirgizildi, ikkalasini ham o'tkazib qo'yadi maloikalar. Qanaqa qilib o'tkazib qo'yadi? Bu Alloh biladi. Siz bilan biz bu dunyodagi kallalarimiz bilan narigi dunyoda hayotini idrok qilib olishga harakat qilmay qo'yadi. Alloh o'tkazib qo'yadi dedimi? Payg'ambar o'tkazib qo'yadi dedimi? Tamom o'tkazib qo'yadi. Ko'zi ochildi. Nimani ko'radi? Ikkita farishtani ko'radi. Qanday qilib ko'radi? Alloh biladi, birodarlar. Mana endi imtihon boshlandi. Mana endi asosiy imtihon boshlandi. Bu imtihondan yutgan haqiqiy yutdi. Yutkizgan eng katta bir mag'lubiyatni topdi. Eng katta fitna boshlanadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana shu qabrning fitnasidan Alloh taolodan panoh tilagan. Maloikalar so'raydi: "Robbing kim? Diniy nima? Sizlarning oranglarga yuborilgan odam haqida nima deysan?" Mana hozir shu yerda o'tirgan odam hammasi javob beradi. Robbing kim? Alloh. Diniy nima? Islom. Oranglarga yuborilgan odam haqida nima deysan? U kishi Muhammad Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Endi bir odam aytishi mumkin, nima endi 3 qator so'z ekan. Yodlab berib qo'yish qiyinmi? Birodarlar,
u yerda bu kalimalarga kim javob bera oladi, bilasizmi?